Salom hammaga, barcha futbol o'ynayuvchilar. Sizlar bilan Ultra futbol. Bugungi video zo'r video bo'ladi. Teaser link qo'shilgan bizlar. Teaser linkda hamma missiyalarni bajarib chiqdim. 48 ta freyni tayyorlab qo'ydim. Undan oldin 2 ta va 9 ta ochganimda, 2 dona ochganimda kelin tushgan edi mana. Ultra futbol o'zimiz slotim va 3 ta frey slot topib, hamma missiyalarni bajarib qo'ydim. Bularni bajarish uchun divizionda 2 marta yutasizlar va 2 ta gol urib, botga ham 2 ta gol urib yutsanglar, botda 2 marta bajariladi bitta slot. Keyingi slot ochiladi, pechga bo'lgandan keyin keyingi slotni bajarasizlar, xuddi shunaqa qilib. Bo'lmasa hammasi bajarilib qoladi. Shuning uchun bittasini qilib olganlaringdan keyin bittasi ochiladi. Shunaqa qilib faqat free slotni olishinglarga maslahat beraman. 48 ta hozircha free imkoniyatni yig'ib qo'ydim. Maksimal bu, boshqa free imkoniyatni yig'a olmayman. Hammasi shu. Demak, biz Open Pack'ni ham boshlasak bo'laveradi. Sizlar ungacha kanalga obuna bo'lib turinglar. Bundan ham zo'r Open Pack'lar hali oldinda. Birinchi potib ochib olamiz. Rafinha tushib qolsa yomon bo'lmasdi. Bir ikkita usul qilib yubormasak bo'lmaydi. Usulga ishonma va usulsiz ochma degan maqolga amal qilib usul qilib ochib ko'ramiz. Rafinha Real Madridga qarshi o'yinda yana forma ham, forma. Ko'rdinglar. Ikkita gol urdi Rafinha. Lewandowski bitta urdi, Rafinha 2 urdi. Zo'r. O'yin qiziqarli bo'ldi. Klassika ko'rgan bo'lsanglar bitta ochamiz. Rafinha tusharmikin? Kim bu? 93 lapizda yo'q. Menimcha Rafinha yo'q. Aniq Rafinha emas. Harvey Barnes. Mayli, endi omad kelmadi. Bafreyu Coinsga emas. Mana 47 ta Teaser link maksimal to'plab qo'ydim. 238 ta qolgan. Georgiy Kellini 2 ta ochganimda tushgan boshida, keyin 9 tali ochdim, hech kim tushmadi. Undan keyin videoga ochaman deb hammasini yig'dim. Bolalar kanaliga obuna bo'lib turinglar. Instagram kanalimga ham o'tib qo'ysanglar, foydali yangiliklar aytib boryapman, yangi qo'shilgan paklarni. Masalan, MU pakni aytganim to'g'ri chiqdi mana. Kellini tushgan, ko'rishinglar mumkin. Keyin 9 tali ochganim hech kim tushmadi. Usul qilib boshlaymiz. Lothar Matthäus ustiga bosib turib qaytib chiqib, xullas shu men qilgan usullarda ham qilib ko'rishinglar mumkin endi. Oddiy ochgandan usul qilib ochgan boshqachada. Roberto Donadonini bosamiz. Bitta aylantirib turib. Tak. Hop. Qanaqa usul qo'llasak? TV ko'taramiz va menimcha bo'ldi. Nazat. Tak. Bitta bosaylik. 46 ta qoladi deb aytayapti futbol. Xuddi biz buni bilmaydigandek. Birinchi ochishimizda hech kim tushgani yo'q. Aaron Dannonmi? Kim taniydi uni? Kommentariyaga yozib ketinglar. Anchadan beri video qo'yganim yo'q. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, poddesh qilib tursangiz videolar ko'payadi. Teaser linkka to'plab qo'yganlar videoni ko'ringlar, omadimiz kelarmikin? Dmitriy Berbatovni ko'ramiz. Bo'yan kirgishni ham ko'rib chiqamiz. Ketdi. Bitta ochamiz. Davay epikda chiqmayapti-yu, centralniy защитник. Dadasi ham bilmasa kerak buni futbolchiligini. Albatta hazil. Ko'ryapsizlar-ku, futbol bermayapti. Hozircha hech qancha ochganimiz yo'q, to'g'ri. Teaser linkda Lothar Matthäus tusha olsam, Dmitriy Berbatov fenomenal finishing ekan. Endi 103 bo'lsa kerak, u 98 bo'lgandan keyin 103 lar atrofida bo'ladi-da, 102 bostirib bersa 103 bo'lsa kerak-da. Mayli, endi Lothar Matthäus 105, 106 bo'lishi mumkin-da. Kamida 105 bo'ladi Lothar Matthäus. Chiqib kirib, bironta usul qilib 10 tali ochib yuboramiz. Ketdi, qani epik chiq. Voy. Lekin atrof yashil bo'ldi. Kimdirni berib yuborishim mumkin, aldamchi animatsiya qilib. Yo'q, Murillo xuddi Blitzga o'xshab tepyaptimi? Blitz basmi? Пропустить. Murillo. Omad kelmayapti, vallahi omad. Nima qilamiz endi? Biz hozir
Nechta ochdik? 12 ta ochdik a? Da, 12 ta ochdik. Hali bitta ham epik tushmadi. Murillo Blitzkrieg. Hozir deb hazillashib qo'yamiz. Murillo Blitzkrieg emas, lekin rasmda Blitzkrieg mana tushdi. Yonida bo'yan kirgizdi. Hatto bo'yan kirgizdi bermadi-da. Dimitar Berbatov, Donadoni, Lothar Brandtga epik beri futbol naqamagin endi. Kellini bilan aldab qo'yapti shekilli bizni. 10 tali bosib o'raman. Nima bo'lsa bo'lsin, epikmi? Yo'q, nimadir. Yashil, yana highlightmi? Bab epik degan yozuv chiqmagungacha bab 100% bo'lmaydi. Voy, yana omad kelmadi. Epik deb chiqdi, Kellinida xursand bo'lib ketdim. Uni video qilmaganman. Ikkita bor edi, ikkita ochib qo'ydim qiziqishga. Omadim kelib qoldi. Hozir juda ko'p ochdik. Lekin hali tushgan yo'q. Kredit ochamiz deb shu hisobda ochyapmiz. Tak. Manimcha yaqin kelib qoldik. Lothar Matthäusni berib yuborsa bo'lardi. Bavariyada o'ynagan va Interda o'ynagan kattasi ekan bu germaniyalik zo'r sifatli yarim himoyachilardan biri. Lothar Matthäusga bosib aylantiramiz. Roberto Donadoni kerak emas menga. Lothar Matthäus yoki bo'yan kirgich yoki Dimitar Berbatov yangi kartda ekan, mana orqasida animatsiya aylanyapti. O'ynatib ko'rishimiz mumkin, lekin Lothar Matthäus oldin chiqqan shekilli eski epik animatsiyada turibdi. Tak, tevaga ko'taramiz. Oxirgi highlight o'yinchini topib olamiz. Tak. O'tib ketdik. Bastoni ham tushgan ekan albatta bizga. Oxirgi highlight o'yinchi bu kim bu? Parmadanmi? Ular Italiya seriyasi. Belgiyalik Mandela Keitani statistikasini ko'rib turib bosib ko'ramiz. Endi nima qilsak ham bab tushmayapti. Unda ham usul qilib ochgandim. Kelliniga 2 dona ochganman va tushgan. Tak. 10 tali bosib o'raman endi. Epik chiq endi. Chiq, epik. Yo'q yana hech qanaqa aldamchi animatsiya ham yo'q-da. Tottenham o'yinchisini berdi bitta highlight. Highlightlar beryapti, lekin epik ber bizga, epik. Hech bo'lmasa Dimitar Berbatovni bergan. Yo'qdan ko'ra, futbol. O'zi 15 dona ochishimiz qoldi. Bitta ochib o'ramiz. Nima deylar, bolalar ketdi bitta. Hech kim yo'q. Tez bitta ochib o'ramiz. Chiqsa chiqdi, chiqmasa bilmadim endi. Sentralniy защитник keyingi ochishimiz. Yana bitta bosaman. Epikmi? Yo'q. Lekin nima? Baribir epik degan yozuv chiqmagungacha ishonib bo'lmaydi. Parazi Liverpool o'yinchisi mayli bu yaxshi sifatli o'yinchi. Darvozabon keyingi ochishimizda hech qanaqa omadimiz kelmayapti. Yana bitta ochib o'raman. Tez 10 ta imkoniyatimiz qoldi. Epik ber. Davay. Bir dona ham epik bermayapti. 200 ta shansimiz qoldi. Epikmi? Yo'q. O'yin qanot himoyachi. Hech kim tanimasa kerak buni. Ber endi epik 119 ta qolganda. Sentralniy защитник beryapti. Nima qilamiz biz? Ber Lothar Matthäusni. Yomon qizg'anadi shu futbol. Darvozabon highlight menimcha tayyor qizil chiqdi. Davay. Yetti. Epik ber bitta. Epik yaxshi. Kim? Lothar. Davay. Sentralniy нападающий Dimitar Berbatov. 103. Mayli endi Manchester United hujumchisi yo'qdan ko'ra kim bo'lmasa Dimitar Berbatovni chiqardik-ku. Lothar Matthäus ham chiqib qolar, 6 ta qoldi. Bilmadim endi yana usul qilib ochsammi, shunday ochsammi, bilmayman endi. Usul qilmasak bo'lmaydi shekilli bag'aga. Mana qorayib qoldi, ancha o'yinchilar chiqdi tevadan ham. Ko'rishinglar mumkin bemalol Teaserlink. Yana bitta bosdim. Voy, bermayapti-yu. Bolalar Instagram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar aytib boryapman. Hamma aytgan yangiliklar ham chiqyapti.
paklarim PRZ. Xohlasanglar tekshirib olinglar sanasini, qachon video qo'yilgan va shu chiqqani haqida. PRZ yana hech qancha imkoniyatimiz qolmadi. 3 ta. Ichiga kirib usul qilib yuboraman. Loter kerak bizga. Omadsiz open pack bo'lyapti. Kreditada bitta epic, u ham 103 epic, hatto loter bo'lganda ham yuvib ketardi. Darvozabon Manchester Unitedning darvozaboni. Keyingi ochishimiz ketdikmi? Epicmi? Yo'q, PRni. O'yin qanot hujumchi. Tanimayman buni men to'g'risi. Oxirgi urinishimiz bolalar. Kelsa keldi omad. Bo'lmasa omadsiz open pack bo'ladi. Loter Mataus ustiga bosamiz. Ketdi oxirgisi. Davay. Yo'q. Marcasado zo'r o'yinchi, lekin menga Loter Mataus kerak. Afsus. Kellini tushgan edi, 2 dona tushganimda. Mayli, shu bilan aldab qo'ydi-da bizni. Bolalar, coins kerak bo'lsa pastga belgilab ketaman. Shaxsan o'zim olib beraman, yozaveringlar. Ko'pchilik coin solyapti. Best is best packga. Unga ham otishinglar mumkin bemalol. Bemalol yozaveringlar. Telegram gruppamga qo'shilib olinglar. O'sha yerda o'ynayapmiz, gaplashyapmiz bolalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Ultra Futbol bo'ldi. Keyingi video qanaqa bo'lishini esa kommentariyaga yozib ketinglar.